Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim, ayniqsa 6 yoshdan oshgan pensionerlar, ularning farzandlari, qarindoshlari va pensionerga qarab turgan oilalar uchun albatta bilish kerak bo'lgan masalani tushuntiraman. Gap 1 iyuldan boshlab pensionerlar bilan bog'liq ayrim taqiqlar, cheklovlar va yangi tartiblar haqida ketmoqda. Bu ma'lumotni beparvo o'tkazib yubormang. Chunki bitta oddiy xato pensiya to'lovi kechikishiga, karta bloklanishiga, hujjat qaytishiga yoki ortiqcha ovora bo'lishga olib kelishi mumkin. Men bu mavzuni oddiy odam tushunadigan tilda, qonuniy tartib va amaliy hayotdagi misollar bilan tushuntirib beraman. Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, agar siz ota-onangizning pensiyasini olib berayotgan bo'lsangiz, agar siz 6 yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki yaqinlaringiz nomidan bank, pensiya jamg'armasi, mahalla yoki ijtimoiy himoya organlariga qatnayotgan bo'lsangiz, bu video sizga bevosita tegishli. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men aytadigan ma'lumotlar ko'pchilikni keraksiz muammo va jarimalardan saqlab qolishi mumkin. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar pensiyasini o'zlari emas, farzandi, nabirasi, qo'shnisi yoki tanishi orqali olib kelardi. Kimdir bank kartasini o'g'liga berib qo'ygan, kimdir pin kodini keliniga aytgan. Kimdir esa ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa ham eski tartibda pul olib yuraverardi. Ayrim hollarda pensionerning o'zi uyda, kasal yoki yurishga qiynalgan bo'ladi, lekin uning nomidan boshqa odam bankka boradi, ariza yozadi, karta almashtiradi. Hatto ba'zan kredit yoki mikroqarz rasmiylashtirishga urinish holatlari ham uchraydi. Endi asosiy o'zgarish shundaki, 1 iyuldan boshlab pensionerlarning shaxsiy ma'lumotlari bank kartalari, pensiya to'lovlari va ularning nomidan bajariladigan harakatlar bo'yicha nazorat kuchayadi. Men buni oddiy qilib aytaman. Pensionerning roziligisiz, shaxsini tasdiqlovchi hujjatsiz, amal qilayotgan ishonchnomasiz va ayrim hollarda biometrik tasdiqsiz uning nomidan ish qilishga yo'l qo'yilmaydi. Odamlar orasida 6 yoshdan oshganlarga hamma narsa taqiqlanar ekan degan gap tarqalishi mumkin. Aslida masala bunday emas. Pensionerga yashash, ishlash, pensiya olish, bank xizmatidan foydalanish taqiqlanmaydi. Taqiq va cheklov ko'proq pensioner nomidan boshqa shaxslar noqonuniy harakat qilishining oldini olishga qaratilgan. Nega bunday tartib kerak bo'ldi? Chunki so'nggi yillarda keksa yoshdagi fuqarolar nomidan aldov, hujjatni noto'g'ri ishlatish, bank kartasidan ruxsatsiz pul yechish, kredit olish, telefon orqali firibgarlik qilish holatlari ko'paydi. Masalan, pensioner onaxon kartasini nevarasiga kommunal to'lovlarni to'lab qo'y deb bergan, lekin keyin kartadan 2 million so'm yechilganini bilmay qolgan yoki otaxon ishonchnoma bergan. Lekin ishonchnoma muddati tugaganidan keyin ham boshqa odam uning pensiyasini olib yurgan. Yana bir holatda pensionerning pasport rasmi va telefon raqamidan foydalanib onlayn mikroqarz rasmiylashtirilgan. Shunday vaziyatlar ko'paygani uchun tizim endi ancha ehtiyotkor bo'lmoqda. Eng avvalo, men aniq aytaman, 6 yoshdan oshgan pensionerlar vahimaga tushmasligi kerak. Sizning pensiyangiz bekor qilinmaydi. Sizning bank kartangiz avtomatik tarzda yopib qo'yilmaydi. Sizga pul olish taqiqlanmaydi. Lekin sizning nomingizdan boshqa odam harakat qilmoqchi bo'lsa, endi unga talab kuchayadi. Bu farqni tushunish juda muhim. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi 17 yoshli pensioner ayol har oy 20 million 200 ming so'm pensiya oladi. U o'zi bankomatga bora olmaydi, chunki oyog'i og'riydi. Oldin u kartasini qiziga berib qo'yardi. Qizi pulni yechib kelardi. Yangi tartibda bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l. Pensionerning o'zi bankka bir marta borib, kartadan foydalanish tartibini aniqlashtirishi yoki notarial ishonchnoma rasmiylashtirishi kerak. Agar pensioner yura olmasa, notariusni uyga chaqirish imkoniyati ham bor. Shunda qizi keyinchalik qonuniy asosda yordam beradi. Aks holda bank xodimi bu karta sizniki emas, pulni yechib bera olmaymiz deyishi mumkin. Ikkinchi misol. Samarqandda yashovchi 72 yoshli otaxonning pensiya kartasi muddati tugagan. Oldin o'g'li borib, otasining pasportini ko'rsatib, yangi karta so'rab olishga urinardi. Endi bank bunday holatda otaning shaxsan kelishini yoki ishonchnoma bo'lishini talab qiladi. Bu pensionerni qiynash uchun emas, balki uning nomidan begona odam karta olib ketmasligi uchun qilinadi. Tasavvur qiling, karta yangilandi, lekin uni haqiqiy egasi emas, boshqa odam olib ketdi. Keyin pensiya tushadi va pul yechib olinadi. Kim javob beradi?
Shuning uchun yangi tartibda shaxsni aniqlash birinchi o'ringa chiqadi. Uchinchi misol. 60 yoshli erkak hali ishlayapti, pensiya ham oladi. U o'ylashi mumkin: men 6 yoshdan oshdim, endi menga bankdan kredit olish taqiqlanadimi? Yo'q. Umumiy qoida bo'yicha yoshning o'zi avtomatik taqiq degani emas. Lekin bank sizning daromadingiz, sog'lig'ingiz emas, to'lov qobiliyatingiz, shartnoma shartlarini tushunganingiz, qarzni qaytara olishingiz va hujjatlarning to'g'riligini tekshiradi. Agar kimdir sizni majburlab kredit oldirmoqchi bo'lsa, telefoningizga kelgan kodni so'rasa, faqat tasdiqlab bering, biz yordam pulini chiqaramiz desa, bu juda xavfli. Men pensionerlarga doim aytaman: hech qachon SMS kodni, bank karta raqamini, PIN kodni, ilova parolini hech kimga bermang. Hatto u o'zini bank xodimi deb tanishtirsa ham. 4-misol. Taqimi yoshli onaxonning pensiyasini nabrasi olib yuradi. Nabra yaxshi niyatda bo'lishi mumkin, lekin hujjat yo'q. Bir kuni bankomat kartani yutib yubordi yoki karta bloklandi. Endi nabra bankka boradi, lekin bank unga ma'lumot bermaydi. Chunki bank sirni faqat karta egasiga yoki qonuniy vakilga aytadi. Shunda o'yla asabiylashadi. Nega bizga yordam bermayapsiz? Aslida muammo bankda emas, hujjat oldindan tayyorlanmaganda. Shuning uchun men har bir oilaga aytaman: agar pensionerning ishlarini boshqa odam yuritayotgan bo'lsa, ishonchnoma, shaxsiy hujjatlar, telefon raqami va bank ma'lumotlari tartibli bo'lishi shart. Kimlar ko'proq e'tibor berishi kerak? Birinchi navbatda 6 yoshdan oshgan, bank kartasidan o'zi foydalanmaydigan pensionerlar. Ikkinchidan, uyda yotgan, nogironligi bo'lgan, uzoq qishloqda yashaydigan yoki bankka borishi qiyin bo'lgan keksalar. Uchinchidan, pensionerning pensiyasini farzandi, kelini, kuyovi, nabrasi yoki qo'shnisi olib beradigan oilalar. 4-dan, yaqinda karta muddati tugaydigan, pasport yoki ID karta almashtirishi kerak bo'lgan pensionerlar. 5-dan, telefoniga begona qo'ng'iroqlar ko'p keladigan, onlayn xizmatlardan foydalanishni yaxshi bilmaydigan keksalar. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar pensiya pensiyasini o'zi olsa, bank kartasidan o'zi foydalansa, hujjatlari joyida bo'lsa, telefon raqami o'z nomida bo'lsa, hech kimga kod bermasa va shubhali shartnomalarga imzo chekmasa, unda katta muammo bo'lmaydi. Lekin baribir ehtiyotkorlik kerak. Chunki firibgarlar aynan ishonuvchan, yolg'iz yashaydigan, huquqiy tartibni yaxshi bilmaydigan odamlarni nishonga oladi. Endi eng ko'p tushunmovchilik bo'ladigan joylarga to'xtalaman. Birinchi nozik jihat: ishonchnoma hamma muammoni avtomatik hal qilmaydi. Ishonchnomaning muddati, unda yozilgan vakolatlar va qaysi tashkilotda ishlatilishi aniq bo'lishi kerak. Masalan, ishonchnomada pensiya olish deb yozilgan bo'lsa, bu bankdan kredit rasmiylashtirish vakolatini bermaydi. Agar bank kartasini olish, almashtirish, hisob raqam bo'yicha ma'lumot olish yozilmagan bo'lsa, bank ayrim amallarni bajarishga ruxsat bermasligi mumkin. Shuning uchun ishonchnoma tuzishda hamma narsaga ishonchnoma deb umumiy gap bilan cheklanmaslik kerak, balki amaliy ehtiyojlarni oldindan aytish zarur. Ikkinchi nozik jihat: pensionerning telefon raqami. Hozir ko'p xizmatlar SMS kod orqali tasdiqlanadi. Agar pensionerning bank kartasi boshqa odamning telefon raqamiga ulangan bo'lsa, muammo tug'iladi. Masalan, ota pensiya oladi, lekin bank ilovasi o'g'lining telefonida turadi. Bir tomondan o'g'il yordam beryapti. Ikkinchi tomondan tizim uchun bu xavfli holat. Agar ertaga oilada kelishmovchilik bo'lsa yoki telefon yo'qolsa, pensioner o'z hisobini nazorat qila olmay qoladi. Men tavsiya qilaman: pensionerning asosiy bank raqami imkon qadar o'z nomidagi telefon raqamiga bog'langan bo'lsin. Agar farzand yordam berayotgan bo'lsa ham, hamma narsa ochiq va rozilik bilan bo'lsin. 3-nozik jihat: pensioner ishlayotgan bo'lsa, ayrimlar 6 yoshdan oshganlarga ishlash taqiqlanar ekan deb noto'g'ri tushunishi mumkin. Bunday umumiy taqiq yo'q, lekin ayrim kasblarda sog'liq, xavfsizlik, litsenziya, tibbiy ko'rik yoki mehnat sharoiti bo'yicha alohida talablar bo'lishi mumkin. Masalan, og'ir jismoniy mehnat, xavfli ishlab chiqarish, transport boshqaruvi, tibbiy ruxsat talab qilinadigan lavozimlarda yoshdan qat'iy nazar tibbiy xulosa so'ralishi mumkin. Bu pensiya olganingiz uchun emas, ishning xavfsizligi uchun talab qilinadi. 4-nozik jihat: naqd pul va karta masalasi. Ba'zi pensionerlar endi naqd pul bermas ekan, faqat karta bo'lar ekan yoki aksincha karta taqiqlanar ekan deb eshitadi. Aslida to'lov usuli hudud bank va amaldagi tartibga bog'liq bo'lishi mumkin. Muhimi, pul qayerga tushayotganini
Kartaning muddati qachon tugashini, karta yo'qolsa nima qilishni bilish kerak. Men pensionerlar va ularning farzandlariga har oy kamida bir marta hisobni tekshirishni maslahat beraman. Pensiya tushdimi, qancha tushdi, qachon yechildi, kim yechdi, qaysi terminalda sarflandi, bularni ko'rib borish kerak. 5-chi nozik jihat, yolg'iz yashaydigan pensionerlar. Bunday odamlar ko'pincha qo'shniga, tanishga yoki uzoq qarindoshga ishonadi. Albatta insoniy yordam kerak. Lekin hujjat va pul masalasida og'zaki ishonch yetarli emas. Agar siz yolg'iz yashasangiz, eng yaqin ishonchli qarindoshingiz bilan qonuniy tartibda vakolatni rasmiylashtiring. Agar qarindosh bo'lmasa, mahalla, ijtimoiy xodim yoki mas'ul tashkilot orqali maslahat oling. Hech qachon pasportingizni, ID kartangizni, bank kartangizni va telefoningizni begona odam qo'lida uzoq qoldirmang. 6-chi nozik jihat. Hujjat muddati, ID karta, pasport, ishonchnoma, bank kartasi, tibbiy ma'lumotnoma, nogironlik hujjati, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar eskirib qolsa, to'lov yoki xizmat kechikishi mumkin. Masalan, pensionerning bank kartasi iyun oyida tugagan, lekin oila buni avgustda bilgan. Pensiya hisobga tushgan bo'lishi mumkin, lekin karta ishlamaydi. Keyin hamma bankka yuguradi. Bunday ovora bo'lmaslik uchun hujjatlarning muddati oldindan tekshiriladi. 7-chi nozik jihat, firibgarlarning yangi usullari. Ular odatda shunday deydi: 1 iyuldan pensiyangiz to'xtaydi. Hozir kodni ayting. Sizga qo'shimcha pul chiqdi. Karta raqamini bering. Yangi ro'yxatga kiritamiz. Pasport rasmini yuboring. Pensiya oshdi. Tasdiqlash uchun ilovaga kiring. Men mutaxassis sifatida aniq ogohlantiraman. Davlat organi yoki bank xodimi sizdan telefon orqali PIN kod, SMS kod, karta orqasidagi raqam yoki ilova parolini so'ramaydi. Agar so'rasa, bu firibgarlik bo'lish ehtimoli juda yuqori. Darhol suhbatni to'xtating. Bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling yoki yaqinlaringizga ayting. Endi nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, pensionerning hujjatlarini tekshiring. ID karta yoki pasport amaldami? Bank kartasi muddati tugamaganmi? Telefon raqami kimning nomida? Pensiya qaysi bankka tushadi? Ishonchnoma bormi? Bo'lsa muddati qachongacha? Vakolatlar yetarlimi? Bu ishni bugunoq qilsa bo'ladi. Stolga hamma hujjatni qo'ying va birma-bir ko'rib chiqing. Ikkinchi qadam, agar pensioner o'zi bankka bora olsa, bankka bir marta borib ma'lumotlarni yangilab qo'ysin. Telefon raqami, yashash manzili, karta holati, ilova ulanganmi, SMS xabarnoma bormi? Shularni tekshirtirsin. Agar pensioner bank ilovasidan foydalanmasa, hech bo'lmasa SMS xabarnoma yo'qolgan bo'lsin. Shunda har bir tushum va yechim haqida xabar keladi. 3-qadam. Agar pensioner o'zi yurishga qiynalsa, ishonchnoma masalasini hal qiling. Notariusga murojaat qiling. Ishonchnomada aynan qaysi vakolatlar kerakligini ayting. Pensiya olish, bank kartasini almashtirish, hisob raqam bo'yicha murojaat qilish, ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ariza berish, hujjat topshirish, ma'lumotnoma olish. Agar pensioner uyda yotgan bo'lsa, notariusni uyga chaqirish tartibini so'rang. Bu biroz xarajat bo'lishi mumkin, lekin keyingi katta muammolarning oldini oladi. 4-qadam, mahalla yoki ijtimoiy himoya bo'limidan maslahat oling, ayniqsa yolg'iz yashaydigan, nogironligi bo'lgan. Qarovchiga muhtoj pensionerlar uchun bu muhim. Mahallada mas'ul xodimlar, ijtimoiy xodimlar yoki tegishli tashkilotlar orqali qaysi yordam turlari borligini aniqlang. Ba'zan odamlar o'ziga tegishli imtiyozdan bexabar yuradi. Masalan, dori-darmon, parvarish, moddiy yordam, uyga borib xizmat ko'rsatish, reabilitatsiya vositalari bo'yicha imkoniyatlar bo'lishi mumkin. 5-qadam, bank kartasi xavfsizligini tartibga soling. PIN kodni qog'ozga yozib, karta bilan birga saqlamang. Kartani doimiy ravishda boshqa odamda qoldirmang. Agar farzandingiz yordam bersa, har bir yechim va xarajatni ochiq aytib borsin. Men oilalarga oddiy daftar tutishni maslahat beraman. Pensiya tushgan sana, summa, qancha yechildi, nimaga sarflandi? Bu ishonchsizlik uchun emas, tartib uchun kerak. Ayniqsa bir nechta farzand bo'lsa, keyin pul qayerga ketdi degan nizolar chiqmaydi. 6-qadam. Shubhali qo'ng'iroqlar bo'yicha oilaviy qo'yda belgilang. Pensionerga tushuntiring. Hech qanday kod aytilmaydi, hech qanday havola bosilmaydi, hech qanday ilova o'rnatilmaydi. Begona odamga pasport rasmi yuborilmaydi. Agar kimdir tezda qilmasangiz pensiyangiz to'xtaydi desa, bu aynan qo'rqitish usuli. Haqiqiy tashkilot odatda rasmiy xabar, yozma murojaat yoki shaxsiy kabinet orqali ma'lumot beradi. Shoshirish, qo'rqitish va maxfiy kod so'rash firibgarlik belgisidir. 7-qadam.
Agar pensiya to'xtab qolsa yoki pul tushmasa, vahima qilmasdan ketma-ket tekshiring. Avval bankdan hisob holatini so'rang. Keyin pensiya bo'yicha mas'ul tashkilotga murojaat qiling. Hujjat muddati, yashash joyi ma'lumoti, bank rekviziti, karta holati, qayta hisob-kitob sabablarini aniqlang. Murojaat qilganda pasport yoki ID karta, pensionerlik hujjati, bank kartasi, ishonchnoma, telefon raqami va agar bo'lsa oldingi to'lovlar haqidagi ma'lumotlarni olib boring. Ariza yozsangiz unda familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, yashash manzili, telefon raqami, muammo qachondan boshlanganini va nimani so'rayotganingizni aniq yozing. 8-qadam, har bir muhim murojaatni og'zaki qoldirmang. Agar muammo jiddiy bo'lsa, yozma ariza bering yoki rasmiy elektron murojaat yuboring. Arizaning nusxasi, qabul qilingan sana, ro'yxat raqami sizda qolsin. Chunki ertaga murojaat qilgan edim degan gapning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Rasmiy iz bo'lsa, masala tezroq ko'riladi. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Pensionerning huquqlarini himoya qilish faqat davlat yoki bankning vazifasi emas, oilaning ham mas'uliyati bor. Keksalar ko'pincha farzandlarini bezovta qilmaslik uchun muammoni yashiradi. Telefoniga g'alati xabar kelsa ham aytmaydi. Kartadan pul kamayganini sezsa ham, balki o'zim ishlatgandirman deb o'ylaydi. Shuning uchun farzandlar ota-onasi bilan oyga kamida bir marta moliyaviy xavfsizlik haqida gaplashib turish kerak. Bu nazorat qilish emas, himoya qilishdir. Demak, iyuldan boshlab 60 yoshdan oshgan pensionerlar atrofida eng muhim masala bu pensiyani bekor qilish yoki pensionerga hayotni qiyinlashtirish emas. Asosiy maqsad pensionerning pulini, hujjatini, bank kartasini va shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish, uning nomidan noqonuniy ish qilinishining oldini olishdir. Lekin tartib kuchaysa, hujjati tayyor bo'lmagan oilalar ovora bo'lishi mumkin. Shuning uchun pasport, ID karta, bank kartasi, telefon raqami, ishonchnoma va pensiya ma'lumotlarini oldindan tekshirib qo'ying. Agar siz 60 yoshdan oshgan bo'lsangiz, hech kimga SMS kod bermang. Kartangizni nazoratsiz topshirmang. Tushunmagan hujjatga imzo chekmang. Agar siz pensionerning farzandi yoki qarindoshi bo'lsangiz, yordamni qonuniy va tartibli qiling. Bugun tayyorlangan bitta ishonchnoma, bitta tekshiruv yoki bitta maslahat ertaga katta muammoni oldini oladi. Sizningcha bu tartib pensionerlarni himoya qiladimi yoki ularga qo'shimcha qiyinchilik tug'diradimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensiya, imtiyozlar, bank xavfsizligi va fuqarolarning huquqlari bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.